Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalim tomoshabinlari. Siz Asqar Shodiyev YouTube kanalini tomosha qilyapsiz va sizlar bilan Kamina Asqar Shodiyev. Amerika Qo'shma Shtatlari Kolorado shtati Denver shahridan ushbu videoni joylayapman. Meni ko'pchilik O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, umuman O'rta Osiyodagi o'zbek zabon millatdoshlar kuzatishadi. Umuman olganda O'rta Osiyodagilar kuzatishadi. Asosan meni kanalim migratsiya bilan bog'liq. Yevropa davlatlariga qanday borish, Amerika Qo'shma Shtatlariga, Amerikaga qanday borish, umuman olganda chet elga borishga qiziqadigan odamlar ko'proq kuzatadi meni kanalimni va men o'z maslahatlarimni shu video ko'rinishida YouTube kanalimga joylab boraman. Bilasizlar, meni Telegram kanalim bor va o'sha Telegram kanalimda ham muhokama qilamiz qanday qilib Yevropa davlatlariga, xususan Angliya davlatiga va Amerika davlatiga qanday qilib kelish haqida, musofirchilikka qanday qilib migratsiya jarayonlarini tushuntirib boraman. Meni videolarimni ko'rgan odamlar juda ham yaxshi biladi buni. Va bugungi mavzu firibgarlarga aldanayotgan o'zbek vatandoshlarimiz haqida bo'ladi va men bu videoni chiqarishimdan maqsad chin qalbimdan achindim, chunki vatandoshlarimiz juda ham ko'plab pullarga aldanib qolyapti, firibgarlarning tuzog'iga aldanib qolyapti, xususan Yevropa davlatlari Amerikaga borish maqsadida aldanib qolyapti. O'shaning uchun qaror qildim video tayyorlashga. Ya'ni bu video kimnidir o'sha yo'ldan qaytarishga yordam bersa, men juda ham xursand bo'laman. Hozirgi kunda O'zbekistonda shunaqa vaziyat bo'ldiki, kimdir Yevropa davlatiga borib yaxshi ishlab kelsa, qolgan o'zbeklar o'sha yaqinlari, qo'shnilari, umuman do'stlari ko'rib, ularda ham Yevropa davlatlariga, chet elga, Amerikaga borish yoki rivojlangan davlatlarga xususan borishga qiziqish uyg'onyapti, ortyapti va hech kimdan so'ramasdan bemaslahat firibgarlarga aldanib qolyapti. Hozirgi kunda O'zbekistonda eng ko'p ishlatiladigan messenjer bu Telegram va eng ko'p firibgarlar faoliyat yuritadigan platforma ham Telegram bo'lib qolgan. O'zimni bir tanishim Yevropa davlatiga ishga borishga qiziqib, Germaniyada skladda qarang, Volkswagen degan mashhur brend bor, avtomobil ishlab chiqaradi. Germaniyani kompaniyasi o'sha yerga ishga taklif qilibdi. Endi qarang, Germaniyada shuncha inson bo'la turib, O'zbekistondan yana bo'lib ham yaxshi eng zo'r kompaniya ishga chaqiradimi? $1,500 pul taklif qilgan, ya'ni o'sha Germaniyaga kelish uchun va o'sha pulni $500 bergan va $1000 aytaylik bo'lib to'lash maqsadida aytishgan va $500 to'lab va o'sha bilan cheklanmagan va mayda hujjatlarga, posolstvoga kirishga sizga hujjat kerak, ochart olib beramiz, viza uchun to'lov qiling deb yana $1000 to'lov qildirgan va общий miqdorda o'sha $1,500 olgan va samolyot bileti, yotoq joyi hammasi o'zimizdan deb ishontirgan. Va bunaqalar millionlab topiladi o'zimizda, O'zbekiston hududida. Va shunaqa aldanib qolganlar uchun men maxsus video tayyorladim va bu birinchi videom emas, bundan oldin ham video tayyorlaganman. Video tayyorlayveraman, ko'zlari o'zimizni xalqimizni ko'zi qachon ochilmaguncha tayyorlayveraman. O'rtoqlar, shu o'rinda eslatib o'taman, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Legalni qanday qilib Yevropa davlatlariga borish yoki Amerikaga kelish haqida tushuntirib boramiz. Hamma o'sha ekspertlar Telegram gruppamiz va kanalimiz va gruppamizda bor, mavjud. Endi o'rtoqlar, Angliya davlatiga qanday qilib borsa bo'ladi? O'sha mavsumiy ish mashhur bo'lib ketdi-ku O'zbekistonda. Angliya davlatiga borish uchun o'rtoqlar, hozirgi kunda migratsiya agentligisiz borish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Firmalar, o'sha o'rtada turadigan agentstvolar to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmayapti. Nimaga? Buni ham sababi o'zimizning xalqimiz. Biz nima qildik? Boshida to'g'ridan-to'g'ri agentstvolar ishga qabul qilardi. Juda ham ko'pchilik vatandoshlarimiz shartnomani buzib, o'sha nelegal holatda qolib ketishdi va ular qaror qilishdiki, O'zbekistonning o'sha davlat miqyosidagi migratsiya agentligi bilan shartnoma qilishga o'sha agentstvolar. Va migratsiya agentligi bilan hozirgi aloqalari yaxshi, shu orqali kelsangiz bo'ladi. Keyin
Agar sizda biron bir tanishingiz bo'lsa, Angliyada mavsum ishda ishlaydigan, o'shalarga murojaat qilsangiz, o'shalarga bir taklif bilan o'sha aytsangiz, ya'ni o'shalar приглашение qilib, o'sha o'zini o'rtog'im deb sizni kiritsa, balkim siz ham borishingiz mumkin. Lekin qayoqdagi o'sha takliflar, o'sha Telegramdan keladigan kanallar, noma'lum sabablar, noma'lum hech kim bilmaydigan kanallarga murojaat qilib, aldanib o'tirmang iltimos. Bunaqalar juda ham ko'p mashinniklar. Va bu mashinniklar russkiy говорящий, rus tilida gapiradiganlar, ko'proq ukrainaliklar, belarusiyaliklar, даже ruslar ham, rossiyaliklar ham. Lekin ko'p qismi o'sha Ukrainadan qochib o'sha Yevropa davlatlariga borib o'sha ishlarni qilyapti mashinniklar. Va bizni vatandoshlarimizni soddaligidan foydalanib, rus tilida muloqot qilib, mo'maygina daromad qilishyapti va ularni o'sha pul o'tkazganingizdan keyin topa olmaysiz. Keyin Amerika haqida. Men qanday qilib Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib qoldim? Men Green Cardda o'ynaganman va Green Card orqali yutib Amerikaga keldim. Agar sizda ham Amerika Qo'shma Shtatlariga kelish niyatingiz bo'lsa, Green Card lotereyasi yaqinda ochiladi. Mana shu bu yil ochilishi kerak. Zaявkalarni qabul qilyapmiz. Telegramda yozsangiz, ro'yxatingizni kiritib qo'yamiz va to'g'ri Green Card anketasini to'ldirishda yaqindan yordam beramiz va o'sha posolstvoga kirguningizgacha yordam beraman. Chunki men o'zim boshimdan o'tdi, hamma dokumentlarni o'sha qilib o'rganganman, 100% viza olishingizgacha yordam beramiz va arzon narxlarda. Qolgan o'sha nomdor firmalarga qaraganda arzon qilib beraman. Chunki bu boshimdan o'tdi, o'zim qildim hamma dokumentlarni, o'sha Green Card to'ldirishni ham 100% bilaman. Bunda menda ko'p yillik tajriba bor.